Volter taxallusi. Asl nomi Mariya Fransua Arouet. Fransuz yozuvchisi, faylasuf va tarixchi. Fransiya Fanlar akademiyasi, Rossiya Fanlar akademiyasi faxriy a'zosi. Erkin fikrlilikda ayblanib qamalgan. Birinchi fojia asari Edip qamoqda yozilgan, sahnalashtirilgan. 1726-yilda Angliyaga surgun qilingan. Umrining ko'p qismi muhojirlikda kechgan. 1726-yildan 1778-yilgacha. Didro bosqinchiligidagi ensiklopediyasini nashr etishda faol ishtirok etgan. 1751-yil, 1778-yillar. Volter o'z estetik qarashlari va dramatik asarlarida klassitsizm an'anasi yo'lidan borgan. Cherkov mutaassibligiga qarshi kurashgan. Fransuz ijtimoiy va davlat tuzumini o'zgartirish g'oyasini ilgari surgan. U hokimiyatni ozodlik, tenglik, birodarlik qonunlariga qat'iy amal qiluvchi odil Guinshoh boshqaruvini orzu qilgan. Uningcha, konstitutsiyali monarxiya eng oqilona davlat tuzumidir. Volter falsafada Deist-Gelok, Nyutonning nazariyalari tarafdori. Volter lirikasi Epikur falsafasi ruhida. Lissabon halokati haqida doston 1756-yil va boshqalar. Dostonlarida teskaricha guruhlar, absolyutizm tizimi tanqid qilingan. Genriada, Orlean qizi, falsafiy qissalari Zadik, Kandid, Soddadil va boshqalarda hamma narsa yaxshi deya da'vo qiluvchi mutloq ishonchni ham, hamma narsa yomon deguvchi mutloq tushkunlikni ham rad etadi. Qirol saroyi, sud ma'muriyati va harbiy amaldorlarni fosh qiladi. Dostonlarida sharq mavzusidan keng foydalandi. Volter Amir Temur va Ulug'bek davri tarixini yaxshi bilgan. Ulug'bekning Zijji Qo'rg'oniy, Yerbeloning Sharq kutubxonasi qomusi, Klaviyoxoning 1403-yil, 1406-yillarda Samarqanddagi Temur saroyiga sayohat kundaligi kabi asarlar bilan tanishgan. Tarixiy mavzudagi millatlarning halokati va odatlari haqida 1753-yil, 1758-yillar kitobida yer yuzidagi qator davlatlar, monarx hukmdorlar haqida ma'lumot beradi. Asarning 3-jildi Amir Temur va Temuriylar hukmdorligiga bag'ishlangan. Bunda Amir Temurning o'z davlatini kengaytirish yo'lida olib borgan yurishlari, Turk sultoni Bayazid bilan qilgan jangi, O'rta Osiyoda yuritgan siyosati, Samarqandning poytaxti bo'lgani xususida hikoya qiladi. Volter Ulug'bek haqida uning podsholigi, Samarqandda ilmu ma'rifatni taraqqiy ettirib, fan rivojiga katta hissa qo'shganini hurmat bilan ta'kidlab, Ulug'bekning buyukligi uning qilgan ishlari bilan belgilanadi. U Samarqandda birinchi fanlar akademiyasini yaratdi. Yer kurrasini o'rgandi. Koinot va yulduzlarni kashf etib mashhur jadval tuzdi deb yozadi. Volter ijodi fransuz inqilobini g'oyaviy tayyorlashda, umuman jahon ijtimoiy falsafiy tafakkurida muhim o'rin tutadi. Asarlari jahon xalqlari tillarida, xususan o'zbek tiliga Zagid yoki Takdir 1995-yillarda tarjima qilingan.